Do'stlar, buni qaranglar, nimalar bor do'stlar. Qanaqadir mana shilimshiq narsalar bizni qishloqqa yog'gan. Qiziq, даже buni qaranglar do'stlar. Даже mana bu judayam quyosh mana. Nima desam bo'ladi? Porlamoqda ajoyib mana bulutlar yo'q, ammo mana bu yer judayam tuman bo'layotibdi. Даже ikki chankam ochmasa kerak bolalar, bilmadim to'g'risi boru. Judayam tushunmadim. Qanaqa ob-havo bo'lyapti do'stlar? Buni terib olib yondirib yubormasak bo'lmaydi. Chunki do'stlar bu zaharlimi, zaharli emasmi, qanaqadir shilimshiq narsa. Undan ko'ra terib tashlab, yondirib tashlagan yaxshi do'stlar. Buni qaranglar, qancha ko'p yog'gan do'stlar. U yerini menimcha mer tozalab tashlagan do'stlar. O'zimizda joyimizni tozalagan yaxshi do'stlar. Okay, menimcha 2 stak yog'ganmi? Nima tushunmadim, bu qanaqa staklab olyapmiz do'stlar bunaqa shilimshiq narsalarni. Qiziq, qiziq. Do'stlar, hop, mana bu yerlarda ham bor ekan do'stlar, buni olib bo'lmaydi shu sababdan. Okay, mana bunday qilib tashlab yuboramiz do'stlar. Okay. Do'stlar, nimalar bo'layotganini hozir internetdan ko'rib javobini aytmasam bo'lmaydi. Okay. Xo'p do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Men hozir mana buni qidirdim va hozir bizga qanaqadir yomg'ir kelayotgan ekan. Ya'ni zaharli mana shilimchiq narsa. Bu menimcha yo'lida uchib kelgan. Bu hozir ta'siri juda ham yomon ekan. Bu ozroqligi sabab uncha ta'sir bilinmayotgan bo'lishi mumkin. Aytgancha, barchaga salom do'stlar. Men ismim Qoshim va mening video roligimga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun do'stlar aytaymi nima qilamiz? Bugun do'stlar bunker quramiz, bo'lmasa bunker qurmasak bo'lmaydi. Unda mana hozir o'zim asrab qo'ygan narsalarim bor do'stlar. Sizlarga aytmaganman shu paytgacha. Bu emas, bu yerdagi emas. Mana bu yerdagi narsa do'stlar. Hech qaysilaringiz bilmasanglar kerak do'stlar. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Okay, mana bu yerda barcha narsa shart-sharoitlar bor. Shu sababdan hozir barchasini olib, kirish to'g'rilaymiz bolalar. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimning Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimning Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Qo'shim, Voy, tushunmadim. Ha? iltimos bizga ham yordam ber. Biz qanday qilib bunker quramiz? Bunkerga dasha narsalarimiz ham yo'q. Yo'g'i. Yo'q, qishloqlar qo'yinglar, o'zim ham ba'zi mana juda ham kam narsalarim bor-da. Iltimos bir marta yordam ber. Shuncha paytdan beri yordam so'raman deng. Shu safar yordam ber, iltimos. O'zi sizlar qayerdan eshitib qoldinglar bu xabarni? Bizning ham telefonimiz bor. Biz ham odammiz axir. Biz ham tirik jon. Xo'p, mayli bo'lmasa sizlar uchun, mayli. Sizlar uchun ham bo'lmasa alohida bunker quraman do'stlar. Yo'q, o'zingni bunkeringdan joy yo'qmi? O'sha o'zimni bunkerim faqat alohida xona, bitta xonaga o'tirmaymiz u bolalar. Qanaqa qishloq sizlar? Mayli. Okay, bo'lmasa men ishni boshladim. Okay. Nima qilib o'tiribsan bu teshiga? Bu tishiga prosta men bu qarayapman, o'g'anib ketmaykanmish, qarab o'tirdim. Mayli bo'lmasa qishloqlar do'stlar sal qo'liga bilib qolishiga, balkim bilib ham qo'ygandir. Voy. Oyog'im ho'l bo'ldi. Mayli, hech qisi yo'q. Mana shu yerdan qurishni boshlashimiz kerak bo'ldi, davay. Xo'p, mana qishloqlar va nihoyat men qurib bo'ldim do'stlar. Mana bu do'stlar mana o'zi yog'yapti do'stlar. Qayerdan kelyapti tushunmadim, lekin hali bir yog'gan yo'q-ku. Okay do'stlar, qaranglar. Men hozir mana bu tepasini quyosh panellari bilan jihozlaganman va jonga tegdi. Va ichkarisi juda ham ajoyib. Meni ham kirgizmaysanmi? Mer faqat men bularga joy qilib qo'ygandim-da. Sizga ham joy yo'qmi deyman-da. Iltimos, menga ham joy bo'lsin. 8 ta joy bor. O'zi nechtasizlar? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Okay, kirasiz. Mer, sizga ham joy bor ekan. Juda ham rahmat, katta. Davay, kiringlar, короче, barchalaringiz kirib joylashib olishinglar mumkin. Rahmat. Okay, menimcha hamma joylashib bo'lgan. Qani hozir ko'raylikchi. Do'stlar, tezroq harakatni boshlamasak, nima desam bo'ladi? Boyagi yomg'ir, kislotali yomg'ir yog'adi do'stlar. Yaxshi-ki, oppa, o'zi avtomatik yoqiladi. Ajoyib do'stlar, buni qaranglar, men qanday jihozlaganman. Mana bu yerni qaranglar do'stlar. Bu kir mashinalar va mer, bu yerda nima qilyapsiz? Menga juda ham zo'r joy tayyorlab qo'yibsan. Juda ham katta rahmatlik senga, Qoshim. Bu men joyim bu, tushunmayman sizga. Nima, qaysi men joy bo'lmasa? Eng zo'ri shu yer ekanda joy. Axir men merman, bo'lmasa bunkerdan qaytib boraman.
Bilganingizni qiling, lekin bunkerda men qurganman, shu sababdan sizga joyizmani berdi, tushundingizmi? Voy. Ha, mayli, bir safar mayli. Shu yerga yashab turay. Oddiy xalq bilan. Oddiy xalq bilan yashasangiz nima qilibdi? Bular ham oddiy qishloq-ku. Ha, juda ham kibr bo'lib ketgan sizda. O do'stlar, qaranglar, mana bu yerda ikkita kir mashina, to'rtta kir mashina. Bular mana bu yerda yuvishadi, короче, bular zasib ketishadi, bilasizlar. Biz bir oy, 3 oylab mana shu yerlarda qolib ketishimiz mumkin. Va bu yerda rakvina bor, maza qilib, короче, bular bitkunlarini yuvadi. Bu yer, короче, 3 tada. Bu o'zim uchun. Bu ikkitasi ular uchun. Kir mashina bo'lsa, ikki odam, men biladan bittasini ishlataman. Va men o'zim uchun mana bunaqa verstak va mana bunaqa nima edi? Furnace, pechka va do'stlar, buni qaranglar. Eng qizig'i mana buni ichida, lekin men hozir birinchi bo'lib mana bu narsalarni obzor qilishim kerak. Boshim juda ham zo'r ekan bu yer. Katta rahmat. Bu arzimaydi. Mana do'stlar, buni qaranglar, ko'rishinglar mumkin. Bu yerda lampochkalar bor. Yoqib o'chirasizlar, yoqib o'chirib, короче. Ha, mana do'stlar, bular ovqatdan ochishlikdan короче, o'zlari tushundinglar. Shuni oldini olish uchun men mana bu yerda ovqatlar qo'yib qo'yganman. Marojniy, nima desiz o'sha. Mana bu yerda ham do'stlar, mana. Короче, do'stlar, men shunchalik mehribon odamman do'stlar. Meni bilmaysizlar-da do'stlar. Sizlar bilasizlar meni bu. Qishloqlar bilmaydi mana do'stlar. Ko'rishinglar mumkin. Короче, men hamma sharoit qilganman, bular bo'lishib bir-birinikidan yeyaverishsin, ammo lekin menga asosiysi do'stlar, buni qaranglar, hech kim parol ko'rgan yo'qmi? Hozir ko'rsam. Oppa. Mana do'stlar. Mana bu meniki. Do'stlar, mana o'zim вообще bor mana. Ko'rishinglar mumkin. Radiatsiya uchun qarshi dorilar, osma ko'llar, o'zlaringiz bilasizlar, va mana bu yerda ichimliklar, jonni to'ldiradigan va energiyani oshiradigan ichimliklar qo'yganman. Bularni o'zi meni qornimni to'ydiradi, bemalol yetadi do'stlar. Ha, ko'rishmayaptimi? Albatta ko'rishmaydi do'stlar. O'zi boshlanib ham ketgandir. Do'stlar, qanaqadir o'pirishlar bo'lyapti do'stlar. Bu mana bu yerga o'tirib olgan yaxshi do'stlar. Men qishloqlarni вообще qursam bular. Bo'ldi do'stlar, hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi. To'xtanglar, o'zi вообще tam yer qimirlash bo'lyapti-ku bu. Qayerdan tushyapti do'stlar? Do'stlar, bo'ldi. Yer qimirlash to'xtagandan keyin qanaqa qimirlash bu? Okey do'stlar, qaranglar, o'sha boyakini nima desam bo'ladi? Bunaqa silkinishlar yo'q do'stlar. Nima silkinadi do'stlar? Men juda ham qiziqyapman do'stlar. Qishloqlar vashshi xursand bo'lib o'tirishibdi. Bularga dash ta'sir ham qilgan yo'q, chunki do'stlar, bu meni bunkerim. Meni bunkerimda hech qanaqa olib bo'lmaydi do'stlar. Qani hozir do'stlar, tezda mana shu narsalarni olamizda nima uchun kerak bo'ldi? Tushunmayman sizlarga. Okey. Xo'p, mana buni olamiz, buni olamiz va buni olamiz do'stlar. Buni kiyib olamiz. Okey, qani. Oppa, normalniy tutsa bo'lar ekan, lekin boshim yomon urib oldim. Lekin hech qisi yo'q. Buni desam ekan. Yo'q, mayli, ichib olganim yaxshi. Okey. Oppanya, hammasi joyida do'stlar. Yana bitta olmasam bo'lmaydi do'stlar, chunki juda ham xavfli, bilasizlar do'stlar. Qani, oppa, tez mana buni ham ichib olish kerak. Hammasi joyida do'stlar, menimcha. Men уже вообще chotki bo'ldim, короче, bo'ldi. Qani endi ko'ramiz. Buni ham ichib olaylik, bo'ldi. Tushunasizlar degan umiddaman men. Buni hidini. Voy do'stlar. Qanday bu o'pirib tashlashlik? Tushunmadim do'stlar. Qanaqa bu? Voy, qolmabdimi ichidagi narsa? Voy do'stlar, mayli, hech bo'lmasa mana shuni o'tamiz. Okey. Yaxshi, hammasi. Oppa. Do'stlar, вообще men tushunmadim. Oppa, yaxshi do'stlar, buni qaranglar nimalar bo'lyapti. Oppa. Voy do'stlar, buni qaranglar, dashman. Quyosh panelimga ham tushibdi. Yo'q, buni ish turishini biladimi bular o'zi? Voy do'stlar, sekundlarimiz kam. Zato men bu ham bor-ku. 500 qolgandan ichib yoramiz. Voy do'stlar, sal qolay do'stlar, sizlar ham qo'rqib ketdinglarmi? Sal qolay. Okey. Voy, sakrama. Buni bo'lsa ham sakrab ketganda do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Men o'zi sakraganim yo'q. Lekin do'stlar, buni qaranglar. Voy, jonimiz juda ham ketyapti do'stlar. Okey. Qalancha vaqtimiz bor do'stlar.
Mana do'stlar ko'rishinglar mumkin. To'xtanglar-da, men вообще-там va mana toza ekanmi? Okey. Mana bu yerni yo'qotish kerak do'stlar, chunki mana quyosh panellarim va necha pul olganman? Juda ham qimmat olgandaman do'stlar bu quyosh panellari. U ustiga chiqmay. O, okey do'stlar, hali yana ancha vaqtimiz bor do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Man notebookim, u yerda ham bor, lekin bu menimcha zaharlangan chog'i do'stlar, buni yondirib yuborish kerak. Chunki har kim odam kelib qolishi mumkin. Voy, voy, voy do'stlar, tez ichish kerak, ich. Do'stlar to'xtanglar. Yana ancha vaqtimiz bor-ku. Okey do'stlar, buni qaranglar. Voy, lekin juda ham voy, men bu uyimgacha kiribdi do'stlar. Вообще endi bu uyni yangilamasak bo'lmaydi. Voy, вообще odam boshqacha bo'lyapti-yu. Do'stlar, короче, mana ko'rishinglar mumkin. Bunaqa narsa, короче, bilmadim. Nimalar bo'lib ketgan bu yerga, lekin bu tez chiqarishim kerak. Okey. Do'stlar, hammasi joyida do'stlar. Unda mayli, asta-asta kirib yopganimiz yaxshi do'stlar. Buni tozalovchilik kelib tozalab ketsa kerak. To'xtanglar, buni rasm tushirish esimdan chiqdi do'stlar. Okey. Yaxshi. Meni bu yerda ham. Hoppa. Yaxshi. Uni rasm tushirdik. Ana endi bularni tozalovchilarga, ya'ni adminga beramiz. Admin tozalab beradi. Do'stlar. Okey do'stlar, buni qani yechsa bo'lar ekan? Qayerdan yechsa bo'lar ekan do'stlar? Mayli, kero yechib olaman bu jetpackni do'stlar. Okey. Yopamiz. Xo'p, merga aytib qo'yam, mer. Nima bo'ldi? Короче, qarang, bu yer juda ham tashqari вообще upirilib ketgan. Mana telefonimga rasmlar bor, telefonimdagi rasmlarni ko'rib olasiz va admin bilan bog'laning, iltimos. Bo'ldi, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mayli bo'lmasa mer. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana qo'shim bo'lib, okey. Do'stlar, bunaqa modlar kerak bo'lsa, bizani Telegram kanalidan topishinglar mumkin. Telegram kanali o'sha video opsiyasida va kommentariyada zakripet qilingan bo'ladi. Shunga kirasizlar va men o'zim golus tashab tushuntirib qo'ygan bo'laman. Golus topinglar. Agar topolmasanglar, hozir ham tushuntira olaman, lekin video cho'zilib ketadi. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.